Assalomu alaykum, hurmatli komissiya a'zolari. Samarqand Argos'dan Barnopa qatnashyaptilar. Assalomu alaykum, Barnopa eshitilishi yaxshimi? Assalomu alaykum. Assalomu Eshitilyapti. alaykum. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli komissiya a'zolari. Bugungi suhbatimizni Samarqand viloyati o'simliklar karantini agentligi boshliq o'rinbosari lavozimiga vakansiya e'lon qilingan. Hozir mana nomzodam o'tiribdilar. Hozir qisqacha komissiya tarkibi bilan tanishtirib o'taman. Hurmatli nomzod, komissiya raisi Hamrayev Bobur Zokirovich, agentlik direktori birinchi o'rinbosari, rahbarimiz mehnat ta'tilida bo'lganligi sababli komissiya raisi Hamrayev Bobur Zokirovich, komissiya a'zolari Arifona Dilafruz Husniddinova, direktorning sohaga yangiliklar va innovatsiya yo'nalishlarini joriy etish bo'yicha maslahatchisi, Rahimov Ikrom Musaqulovich, korrupsiyaga qarshi kurash bo'lim boshlig'i, Zufarov Dildor Abhamjonov, yuridik ta'minlash bo'lim boshlig'i, Rajab G'ayratilla Baratov, tashqi karantin nazorati bo'lim boshlig'i, Qobilov Sherali Bahoyevich, tashqi karantin nazorat bo'limi bo'yicha bosh mutaxassisi va Nuriddinov Jasur Nukuriddinov, moliya iqtisod va buxgalteriya boshqarmasi boshlig'i ishtirok etyaptilar. Hurmatli nomzod, komissiya tarkibiga e'tirozlaringiz bormi? Assalomu alaykum yana bir bor. Hech qanday e'tirozim yo'q komissiyaga. Rahmat. Bo'lmasam suhbatni boshlaymiz. Hurmatli nomzod, o'zingiz to'g'ringizda qisqacha ma'lumot berasiz komissiya a'zolariga. Keyin ekranda random savollar chiqadi. Random savollarga javob berasiz. Keyin komissiya a'zolari tomonidan qo'shimcha savollar berilishi mumkin. Marhamat, o'zingiz to'g'ringizda qisqacha ma'lumot berasiz. Sal balandroq tovushda gapirasiz. Assalomu alaykum hurmatli komissiya a'zolari. Men Mardonov Islom. Karantin sohasida 5 yildan beri faoliyat olib bormoqdaman. Hozirgi kunda Samarqand viloyati o'simliklar karantini himoyasi boshqarmasi tashqi karantin bo'yicha bosh mutaxassis lavozimida faoliyat olib borib kelmoqdaman. Ma'lumotim oliy. bilan bog'lanib masala bo'lmaydi. Qishloq xo'jaligi Aha. Samarqand viloyati qishloq xo'jaligi instituti tamomlaganman. O'qishda oldin. Chunki o'tgan yil ham o'qitib bo'lganda Rahmat. Hozir ekraningizga mana bo'lolmaymiz. random savollar chiqarildi. Hozir chiqarib berishadi. Komissiya a'zolari sizlardan ko'rinyapti random savollar. Sherali aka, sizlarga ko'rinyaptimi? Ularni berganda sizlarga Ko'ryapti. Aha. bunaqa masalalar bo'lmasin ertaga. Hurmatli nomzod, savollarimiz ko'rinyaptimi sizga? Ko'rinyapti. Marhamat qilib savollar bilan tanishasiz. Tayyor bo'lganingizdan keyin tayyorman deb birinchidan savollarga javob berishingiz mumkin. Shuni ana sizlar o'qitmaysizlar-ku uni. Sizlarni hududiy bo'linmalaringizda, to'g'rimi? Savollarga tayyorman. Shu tartibini qanday? Birinchi savolni o'qib, keyin javobi. Birinchi savolni o'qiysiz, ketidan javob berasiz. Ikkinchi savolni o'qisiz, ketidan javob berasiz. Marhamat. Tushunarli. Birinchi savolni o'qiyapman. Fitosanitariya sertifikati berishni rad etish asoslarini sanab bering. Javob beradigan bo'lsak, fitosanitariya sertifikatda yuridik yo jismoniy shaxslardan tomonidan kelgan arizada kamchiliklar bo'lganda, ya'ni yoki o'sha arizani ko'rib chiqish uchun yig'im uchun to'langan to'lovni bank tomonidan kerakli hujjat taqdim qilinmaganda arizalarni rad qilishga asos bo'ladi. Arizalarni rad qilgandan keyin yuridik yo jismoniy shaxslarga o'sha kunda o'zidayoq bir kun muddatda arizani kamchiliklarini asoslantirgan hujjatlar bilan qayta ariza yuborishni muddati bilan birgalikda ariza yuboruvchiga taqdim qilinadi. Ariza yuboruvchi kamchiliklarni 10 kun muddatda ko'rib chiqqan holatda yana qaytadan ariza yuborishi mumkin. Ariza yuborganda o'sha faqat kamchiliklar ko'rsatilgan hujjatlarni qayta taqdim qiladi. Umumiy hujjatlarni o'sha birinchi ariza taqdim qilganligi inobatga olgan holda barcha hujjatlar qaytadan ko'rib chiqilmaydi. Ariza rad qilinganda o'simliklar karantin agentligi tomonidan ko'rib chiqish uchun olingan to'langan yig'im qaytarib berilmaydi. O'sha qayta 10 kun ichida ariza yuborilgandan keyin o'sha yig'im uchun to'langan pul amalda qoladi, qayta to'lov qilinmaydi. 10 kundan kech qolinsa yana qaytadan ariza berish lozim bo'ladi. Tartibi shundan iborat. Ikkinchi savolga o'tsam bo'ladimi?
Bemalol o'tiring. O'simliklar karantini davlat inspektorining o'simliklarni himoya qilish sohasida huquq va majburiyatlarni sanab bering. Bu savolga javob 2018 yil 9 iyulda O'zbekiston Respublikasi Qonuni 484-sonli qonunining 16-moddasiga asosan o'simliklar karantini inspektorining vakolatlari 17-moddasiga asosan majburiyatlari belgilab qo'yilgan. 16-moddasi ya'ni vakolatlariga to'xtaladigan bo'lsak, karantin osti mahsulotlarini yetishtiruvchilar, qayta ishlovchilar, tashuvchi, saqlovchi, realizatsiya qiluvchi davlat va xo'jalik organlarining jismoniy yuridik shaxslarning hududiga monelik kirish vakolati birinchi navbatda aytib o'tish kerak. Yana karantin qonun qoidalari va fitosanitar talablarni bajarilmagan holatlarda bajarilishi majbur bo'lgan taqdimnomalar kiritish, fitosanitar tozaligini aniqlash maqsadida karantin osti mahsulotlaridan namunalar olish, ekspertiza uchun, laboratoriya xulosasi uchun namunalar olish. Undan tashqari karantin o'sha tekshiruv o'tkaziladigan karantin mahsulotlari bilan qayta ishlash, yetishtirish, tashish bilan shug'ullanuvchi jismoniy va yuridik shaxslarning hududiga karantin obyektlari aniqlanganda karantin e'lon qilish, karantinni bekor qilish kabi va bundan tashqari qonunda belgilangan boshqa huquq va huquqlari belgilangan. Majburiyatlariga kelsak, o'simliklar karantin inspektori majburiyatlari o'simliklar karantini obyektlarini O'zbekiston Respublikasi hududiga kirib kelishini, tarqalishini oldini olish maqsadida belgilangan chora-tadbirlarni amalga oshirish, fitosanitar xavf tahlilini amalga oshirish. Bundan tashqari tadbirkorlarga fitosanitar talabni bajarish va oldini olish maqsadida har xil turdagi tavsiyanomalar berish, taqdimnomalar chiqarish, tadbirkorlik subyektidan yana vaziyat yuzasidan kelib chiqqanda tadbirkorlik subyektidan o'sha karantin osti mahsulotidan egasidan maxsus joy yoki ishchi kuchi yordamga so'rash majburiyatlari ham belgilangan 16-moddaga asosan. 3-savolga o'tyapman. O'simliklar karantini va himoyasi agentligining o'simliklarni himoya qilish sohasida vakolatlarini sanab bering. O'simliklar karantini va himoyasi agentligining vakolatlari O'zbekiston Respublikasi hududiga fitosanitar toza mahsulotlar kirib kelishini, O'zbekiston Respublikasi hududida karantin ahamiyatiga ega bo'lgan va karantin ahamiyatiga ega bo'lmagan zararkunandalar tarqalishini oldini olishga asoslangan chora-tadbirlarni amalga oshirish, karantin obyektlar aniqlangan hududda karantin e'lon qilish, karantin fitosanitar talablarini bajarish bo'yicha taqdimnomalar chiqarish. Undan tashqari karantin obyekti aniqlangan hudud belgilangan tartibda tozalangandan keyin karantin cheklovini bekor qilish, karantin cheklovini bekor qilish bo'yicha mahalliy hokimiyatlarga taqdimnomalar chiqarish. Undan tashqari O'zbekiston hududidan tranzit tarzida olib o'tiladigan karantin osti mahsulotlarini nazorat qilish, import bo'lib kirib keladigan karantin osti mahsulotlarini fitosanitar tozaligini, ularda karantin obyektlarini aniqlanganda belgilangan tartibda chora ko'rish, fumigatsiya ishlarini amalga oshirish. Agar fumigatsiya ishlari samarasiz deb topilgan taqdirda qaytarib yuborish yoki qaytarib yuborish mahsulot egasi tomonidan oqlanmagan taqdirda belgilangan tartibda yoqib yo'q qilish yoki ko'mib yo'q qilish usullarida yo'q qilish.
yana bir qator vakolatlarni sanashimiz mumkin. 4-savolga o'tsam mumkinmi? Marhamat. Fitosanitar choralari nima va uni nima asosida qabul qilinadi? Fitosanitar choralari bu karantin osti mahsulotini karantin obyekti bo'lgan yoki karantin obyekti bo'lmagan zararkunanda aniqlanganda shu asosida qabul qilinadi. Fitosanitar choralar karantin osti mahsulotini karantin obyektlaridan va boshqa zararkunandalarni tozalash asosida amalga oshiriladi. Misol uchun fumigatsiya qilish yoki fumigatsiya samarasiz topilganda boya aytib o'tganimizdek qaytarib yuborish yoki yo'q qilish usullarida. O'simliklar 5-savolga o'tyapman. O'simliklar karantini davlat inspektorining majburiyatlarini sanab bering. Majburiyatlari boya aytib o'tganimizdek 484-sonli o'simliklar karantini to'g'risidagi qonunning 16-moddasida belgilangan majburiyatlari. Unda o'sha karantin osti mahsulotlarini yetishtiruvchi, tashuvchi, qayta ishlovchi, realizatsiya qiluvchi davlat organi yoki xo'jalik organlarining jismoniy va yuridik shaxslari bilan birgalikda karantin qoidalari va fitosanitar talablarini bajarish to'g'risida chora-tadbirlar ishlab chiqish, ularga O'zbekiston Respublikasi hududida karantin obyektlarini va boshqa zararkunandalar tarqalishini oldini olish bo'yicha chora-tadbirlar ishlash, amalga oshirish, monitoring o'tkazish. Undan tashqari majburiyatlarga yana o'sha karantin obyektlari aniqlangan hududda karantin e'lon qilish, karantin obyektlar tugadimi? Karantin obyektlari aniqlangan taqdirda o'sha mahsulot egasiga belgilangan tartibda taqdimnomalar chiqarishga, nazorat qilishga, karantin osti mahsuloti tegishli bo'lgan shaxs o'z hududida belgilangan tartibda chora-tadbirlar amalga oshirishni nazorat qilish majburiyatlari mavjud. Bo'ldim, tugatdingizmi? Ha, Komissiya a'zolari, Sherali aka, sizda savol bormi? Qo'shimcha savol? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Savollar bor edi. Birinchi savolim, hurmatli nomzod, davlat chegarasida karantin ostidagi mahsulotlar kelganda davlat inspektorlarini vazifalarini tushuntirib bering ketma-ketlikda. Nimalar qiladi, nimani tekshiradi, nimani nazoratdan amalga oshiradi? Qaysi tizim orqali ishlaydi? Shunga javob bersangiz. O'zbekiston Respublikasi chegarasiga karantin osti mahsuloti boshqa davlatdan import bo'lib kirib kelganda chegara maskanlarida tashkil qilingan o'simliklar karantini chegara maskanlari postlarida davlat inspektorlari faoliyat olib boradi. Davlat inspektorlari ifito.uz elektron tizimi orqali mahsulotni import bo'lib kirib kelgan karantin osti mahsulotini hujjatlarni birinchi navbatda birinchi karantin ko'rigi o'tkaziladi. Birinchi karantin ko'rigi nimadan iborat? Bu mahsulotni importyor davlatning vakolatli organi tomonidan berilgan xalqaro namunadagi fitosanitar sertifikatini original nusxada ekanligini tekshiradi. Undan oldin karantin ko'rigi, karantin ruxsatnomasini haqqoniyligini tekshirib, karantin ruxsatnomasida belgilangan manzilga borishiga yo'l qo'yib beradi va o'shanda ifito.uz tizimi orqali xabarnoma kiritiladi agentlik rahbariyatiga. Yana davom etaymi? Keyingi ikkinchi karantin ko'rigi. Sherali aka, ovozingiz kelmayapti.
To'g'ri aytdingiz. Qo'shimcha savol. Amaliyotda mana kirib kelyapti fitosanitar sertifikati elektron bazasida o'sha davlat eksportyor davlatning bazasida tasdiqlanmadi yoki fitosanitar sertifikati nusxasi bilan keldi. Mahsulot xavfi yuqori. Shunda qanaqa choralar ko'riladi? Bunday holatlarda davlat inspektori 2019 yil 14 oktyabrdagi agentlikning 8 sonli buyrug'i bilan tartibga solingan nizomimiz bor. Bu Adliya vazirligidan 2019 yil 31 oktyabrda 3191 raqamlar Adliya vazirligidan ro'yxatdan o'tgan nizomimiz, ya'ni karantin osti mahsulotlarini olib qo'yish, qaytarib yuborish, yo'q qilish to'g'risidagi nizom bilan belgilab qo'yilgan. Buni tartibi: agar mahsulot import bo'lib kirgan karantin osti mahsuloti karantin ruxsatnomasiga ega bo'lmasa yoki bo'lmasa importyor davlatning vakolatli organi tomonidan berilgan fitosanitar sertifikati qalbaki yoki nusxasi bo'lsa, original nusxasi bo'lmasa, 3191 raqamli nizomimizning birinchi ilovasiga muvofiq ikki nusxada da'vatnoma tuziladi. Mahsulot vaqtinchalik olib qo'yilishi to'g'risidagi da'vatnoma, bir nusxasi o'sha yuk qabul qiluvchiga yoki karantin osti mahsuloti egasiga, ikkinchi nusxasi esa davlat inspektorining o'zida qoladi. Bu bo'yicha agentlik rahbariyatiga xabarnoma kiritiladi. Xabarnoma kiritilib, kamchiliklar yuzasidan bir ish kunida bartaraf etish bo'yicha yuk egasiga yoki qabul qiluvchiga talab qo'yiladi. Agar kamchiliklar bartaraf etilmagan taqdirda mahsulotlarni importyor davlatga qaytarib yuborish bo'yicha mazkur nizomimiz 3191 nizomining ikkinchi ilovasiga asosan da'vatnoma tuziladi. Agar mahsulotlarni qaytarib yuborishni importyor davlatdagi mahsulot egasi yoki qaytarib mahsulot qabul qiluvchi imkoniyatini yo'qligini ma'lum qilsa, unda yo'q qilish to'g'risidagi nizomimizning 3-ilovasi va 4-ilovasidagi da'vatnomalar asosida yo'q qilish tartibi bor. Unda 5 kishidan iborat komissiya tuziladi. O'sha mahsulotlarni unda ekologiya, atrof muhitni himoya qilish vazirligi, sog'liqni saqlash vazirligining vakillari biriktirilgan bo'lishi kerak. Bo'ldi, rahmat. To'g'ri javob berdingiz. Menda qo'shimcha savollar yo'q. Rahmat Sherali aka. Komissiya a'zolarida qo'shimcha savollar bormi nomzodga? Qo'shimcha nomzodga savollar yo'q. Hurmatli nomzod, komissiya a'zolari tomonidan berilgan qo'shimcha savollarga e'tirozlaringiz bormi? Yo'q, e'tirozim yo'q. Yo'q. Rahmat, salomat bo'lasiz. Komissiya a'zolari, nomzodimizda bitta edi Samarqand viloyati bo'yicha o'rnatilgan tartib protokollarda o'zinglarni ovozinglarni qoldirishlarini so'rayman. E'tiboringlar uchun rahmat, salomat bo'lasizlar. Banda opa, sizga ham rahmat, salomat bo'lasiz. Sizlarga ham rahmat, sog' bo'ling.